Bismillahirrohmanirrohim. Mutaffifin surasi Makkada nozil bo'lgan 36 oyatdan iborat. Mutaffifin degan, ya'ni suraning nomi ma'nosi urib qoluvchilar degan ma'noni anglatadi. Ya'ni tarozi va o'lchovdan urib qoluvchilarni, xaridorni haqqiga xiyonat qiluvchilar haqida bu suramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Rahimli, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Vaylul lil mutaffifin. Vaylun. Vayl bo'lsin, falokat bo'lsin degan ma'noda, ya'ni la'nat bo'lsin, halokat bo'lsin degan ma'noda, lil uchun, mutaffifin, li uchun, al mutaffifin urib qoluvchilar uchun vayl bo'lsin yoki falokat bo'lsin. Allazina gan qo'shimchasi iza qachonki, iza ktalu, ya'ni kalu so'zidan olingan, o'lchamoq degan ma'noda. Biz o'zimiz ham aytadilar, nima kayyala degani o'lchamoq degan. Bizda o'zimiz o'zbek tilida ham kilo degan so'zni ishlatamiz, 1 kilo, 2 kilo degan. Ya'ni arab tilida olingan ekan. Qachonki idaktalu o'lchasalar alan nasi insonlarni ustidan. Ya'ni insonlar ustidan, ya'ni insonlarni ular o'lchab olsalar deyilyapti. Yastawfun degani to'liq qilib oladilar. Ya'ni tavaffa fe'lidan olingan. To'liq qilib oladilar. Ya'ni o'zlari o'lchaganlarini to'liq qilib oladilar. Va idza kaluhum va idza qachonki kalu o'lchasalar hum ular. Ya'ni o'lchab bersalar deyilyapti. Birinchisida o'lchab olsalar, o'lchatib olsalar, ikkinchisida o'lchab bersalar hum, ya'ni o'sha insonlar. Au yoki vazana fe'lidan olingan, ko'plikda kelyapti. Ya'ni vazn, o'lchab berish, tortib berishlik, ya'ni tarozida tortishlik ketyapti. Au vazanu tortib bersalar hum ular tortib bersalar, yuxsirun degani urib qoladilar. Ala yazunnu, mi qo'shimchasi bu yerda savol uchun ishlatilyapti. La yazunnu o'ylamaydilar. Endi bu istifham kelgani uchun o'ylamaydilarmi? Zanna o'ylamoq fe'lida. O'ylamaydilarmi? Ulaika ana o'shalar, annahum albatta ular mab'usun ba'atha fe'lidan olingan. Ya'ni qayta tiriluvchilarligini, annahum ular qayta tirilmoqliklarini o'ylamaydilarmi? Qachon qayta tiriladilar ular? Li yawmin azim. Li uchun, yawm kun, azim ulug' kun uchun qayta tirilishlarini, mab'usun qayta tiriluvchi ekanliklarini, annahum ekanliklarini, ulaika ana o'shalar, la ala yazun o'ylamaydilarmi? Yawma u kunda, yaqumu qoyim bo'ladilar, turadilar, annasu insonlar, li robbi, li uchun, robbi parvardigori uchun, la alamin olamlarning parvardigori Robbisi uchun insonlar yaqumu turadilar yawma u kunda. Ya'ni qiyomat kunida insonlar hisob kitob bo'lishini kutib 500 yil turib qolishar ekan. Lekin mo'min kishilar uchun xuddi quyosh botayotgan vaqtdek tez o'tadi ekan. Lekin kufr keltirgan kimsalar uchun bu juda ham uzoq va azobli vaqt bo'lar ekan. Nauzubillah, Alloh asrasin. Kalla yo'q albatta deyilyapti. Albatta yo'q. Inna albatta kitobi al-fujjari fojirlarning, ko'plikda kelyapti. Fujjari fojirlarning kitobi, ya'ni gunohkorlarning kitobi. Qanday kitobi? Ya'ni o'sha nomay amallarimiz yozilgan kitob deb nazarda tutilyapti. Lafi sijjin, la bu yerdagi kalla yo'q albatta degan so'zga javob bo'lib keldi. Fi'da o'ziga ma'no beramiz, da qo'shimchasi. Sijjindadir. Sajjana o'zi qamoqxonada bo'lmoq degani, sijjin ya'ni qamoqxona ma'noni ham beradi, lekin bu yerda boshqa ma'noda sijjindadir deb turib o'z nomi bilan tarjima qilamiz bu yerga. Ya'ni ularning kitobi sijjindadir. Endi Alloh taolo sijjinni nima ekanini tushuntiryapti. Va ma adraka ma sijjin, va ma nima adraka sizga bildiradi, ma sijjin nima ekanligini. Kitabun marqum, kitobdir, marqum yozilgan. Ya'ni Bismillahirrohmanirrohim. Mutaffifin surasini 13-oyatida to'xtagandik, 14-oyatidan davom etamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Kalla bas yo'q, balki rona qoplab olgandir, ala ustida, qulub qalblar degan qalbundan olingan, qulubihim ularni qalblarini ustida qoplab olgandir, ma kanu yaksibun ya'ni kasb qilgan narsalari, narsasi. Kanu yaksibun kasaba fe'lidan olinib, mana kasb qilgan narsalari, o'zlarini qilmishlari degan, kanu o'sha yashab o'tgan paytlari degan, o'tgan zamonda bildiradi. Qilmishlari yoki kasb qilgan narsalari ularni qalblarini qoplab olgandir. Kalla bas yo'q yoki qasamki yo'q, innahum albatta ular an robbihim andan qo'shimchasi robbihim robbisidan, yawma idin ana o'sha kunda, la mahjubun, la bu yerda kallaga javob bo'lib kelyapti. Mahjubun ya'ni to'siluvchidirlar, robbisidan to'siluvchidirlar.
Robbisini nimasidan? Robbisini jamolini ko'rishdan to'siluvchidirlar deyapti. Summa so'ng innahum albatta hum ular lasolul jahim la yana innaga bu yerdagi kallaga javob bo'lib kelyapti. Chunki summa bilan bu ikkalasi bog'langani sababli. Albatta ular lasolul bu fe'lni o'tganmizda sayosla deganda ham kiradi degan ma'noni al jahimga kiradilar. Albatta ular jahimga kiradilar. Jahim nima edi? Jahannamning nomi. Summa so'ng yuqolu aytiladi. Hada bu allazi kuntum bihi tukazzibun. Bihi uni yolg'onga chiqargan narsangiz hada budir. Ya'ni kuntum bihi uni tukazzibun yolg'onga chiqargan o'sha yashab o'tganlar paytida qiyomat kuni yolg'onga chiqarganliklar sababli kuntum o'tgan zamonda nimasi ishlatilyapti? Sizlar yolg'onga chiqargan narsa hada budir deyilyapti. Kalla bas yo'q yoki qasamki yo'q. Inna albatta kitabal abrori yaxshilarning kitobi, namay amal kitobi lafi illiyindadir. Va ma adraka ma illiyun. Illiyun nima ekanligini sizga ma adro bildiradi. Ma nima? Sizga nima bildiradi? Illiyun nima ekanligini sizga nima bildiradi? Kitabun marqum raqamlangan, ya'ni raqamlab yozilgan, bitilgan kitobdir. Yashhaduhu unga, ya'ni o'sha kitobga, bizning namay amallarimiz bitilgan kitobga yashhadu guvoh bo'ladi. Al muqarrabun muqarrab bo'lgan farishtalar, ya'ni yaqin bo'lgan farishtalar guvohlik beradi. Innal abrora albatta al abrora yaxshilar lafi naim. La bu yerda innaga javob bo'lib kelyapti. Fi naim jannatidadirlar yoki ne'matni ichidadirlar. Naimni ikki xil tarjima qilyapmiz, ne'mat deb ham va jannatni naim deb nomlangan jannat ham bor. Ikkalasini tarjima qilsak ham xato bo'lmaydi. Alal aroik so'rilarni ala ustida yanzurun nazar solib o'tiradilar, qaraydilar degan ma'noda. Nazaro fe'lidan olingan nazar solishdan. Ta'rifu fi vujuhihim nabratan na'im. Ta'rifu bilib olasiz. Fida qo'shimchasi vujuh, vajhun so'zdan olgan. Vajhun yuz degan, vujuhun yuzlari ko'pligida kelyapti. Him ularni yuzlarda. Nadratun svitushisi degan, gullab yashnamoqlik, blesk degani, rumyanец degan ma'nolar bor. Ya'ni porillab turganligini, naim jannatida deyapti, yuzlari porillab turgan yoki jannat tarovatini, jannat ravnaqini deb ham tafsir qilishdi. Shu turganligini yuzlaridan ta'rifu bilib olasiz. Yusqawna min rahiqin maxtum. Yusqawna sug'orilurlar yoki ularga ichirilur min rahiq maydan, mindan qo'shimchasi rahiq may degani, maxtum muhrlangan maydan ichirilurlar yoki sug'orilurlar. Endi xitamuhu misk, uning xitami ya'ni o'sha muhri miskdandir. Mushk ambar deymiz, shundandir deyapti. Va fi zalika ana o'shanda, fida qo'shimcha zalika ana o'shanda fa bas falyatanafasil mutanafisun. Musobaqa qiluvchilar falyatanafas musobaqa qilsinlar. Ya'ni ana o'sha yo'lida, ya'ni o'sha jannat yo'lida musobaqa qilsinlar deyilyapti. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Mutaffifin surasini inshaalloh 27-oyatiga kelgandik. 27-oyatdan davom etamiz. Ungacha bu yerda gapni haqida ketayotganini eslab o'tamiz. Yusqawna min rahiqin maxtum. Ya'ni o'sha naim jannatida ular sug'oriladi, ya'ni ichiladi. Rahiqa muhrlangan maydan deyilgan. Rahiq may degani. Uning muhri mushkdandir, ya'ni miskdandir deyilgan. Bas ana shu yo'lda bellashuvchilar bellashsin deyilgan. Endi o'sha may haqida rahiqqa yana sifat beryapti Alloh taolo 27-oyatida. Bismillahir rohmanir rohim. Va mizajuhu min tasnim. Va o'z ma'nosi bilan va mizajun degani mijozi, navi, aralashmasi degani, hu uning, ya'ni o'sha mayning aralashmasi tasnimdandir deyapti. Mindan qo'shimchasi tasnim deb o'zi nomi bilan tarjima qilamiz. Endi tasnim nimaligi bu yerda kelyapti. Aynai, ya'ni u bitta buloqdirki, yashrobu ichadi, biha undan deyilyapti. Al muqarrabun muqarrab yaqin bo'lgan bandalar ichadigan buloqdir. Demak tasnim buloq ekan. Aynun buloq degani. Yashrobu sharoba ichmoq fe'lidan olingan, ichadi. Biha o'sha buloqqa ketyapti. Undan ichadilar. Al muqarrabun yaqin bo'lgan bandalar ichadilar. Inna albatta allazina gan qo'shimchasi ajramu jinoyat qilganlar. Gunoh qilganlar, jinoyat qilganlar, mana allazina qo'shib gan deb tarjima qilyapmiz. Kanu bo'ldilar yoki edilar, o'tgan zamondagi fe'lni bildiradi. Minallazina amanu iymon keltirganlardan. Allazina amanu iymon keltirganlardan, mindan qo'shimchasi iymon keltirganlardan yadhakun kular edilar. Kanu ya'ni o'sha yashab o'tgan zamonasida ajramu jinoyat qilganlar iymon keltirganlardan kular edilar. Va iza qachonki marru ya'ni yonidan o'tsalar bihim
bihim ularni yonidan o'tsalar. Marruni o'zi yonidan o'tmoq fe'li. Endi ko'plikda kelyapti. Ulara o'sha kofirlar ularni yonidan o'tsalar, yatag'amazun imo ishora bilan masxara qilardilar. Va iza inqalaba yanqalibu fe'li qaytib kelmoq. Va iza qachonki qaytib kelsalar, ko'plikda kelyapti. Bu bo'ldi. Demak, qaytib kelsalar ila ahlihim. Ahlun oila degani him ularning oilasiga, ya'ni o'zlarining oilasiga qaytib kelsalar, fakihin xursand holatida inqalabu fakihin ya'ni qaytib kelardilar. Xursand holatlarda qaytib kelar edilar. Va iza va qachonki ro'a fe'li ko'rmoqda, ro'auhum ularni ko'rsalar, qolu deydilar, aytadilar, inna albatta haula'i bular labalun va la yadilu fe'lidan olingan, ya'ni va la yudilu ya'ni adashganlar. Adashmoq fe'lidan labalun ismi maf'ulda kelyapti, ya'ni adashganlardirlar. Ko'plikda kelyapti. Bu yerdagilar innaga javob bo'lyapti. Albatta bular adashganlardir deydilar. Ya'ni kofirlar mo'minlarni ko'rsa adashgandirlar ular deyishar ekan. Aslida kim adashgan, kim noto'g'ri yo'lda, uni o'zlari shu noto'g'ri yo'lda buni bilishmaydi ekan. Va ma ursilu alayhim hafizin. Va ma inkor nimasida kelyapti ma'nosida, fe'lning oldida kelyapti. Ursilu yuborilmadilar ala ustida him ularning ustiga hafizin qo'rqchi qilib yuborilmadilar. Ya'ni o'sha kofirlar mo'minlarning ustiga qo'rqchi qilib yuborilmadilar, deyapti Alloh taolo. Fal yawma bas al yawma o'sha kuni, ya'ni qiyomat kunida allazina amanu iymon keltirganlar minal kuffari kafir so'zini ko'pligi ekan, kofirlardan yabhakun kuladilar. Bu yerda ham bor yabhakun. Ular iymon keltirganlardan kuladilar jinoyatchilar bu dunyoda, lekin qiyomat kunida deyapti, bas u kunda iymon keltirganlar kofirlardan kuladilar. Alal aroiki yanzurun. Ala ustida al aroik boya takror kelyapti. So'rilar dedi. Yanzurun so'rilardan nazar solib o'tiradilar. Ya'ni o'sha so'rilardan nazar solib o'tirib, kofirlarni azoblanayotganini ko'rib kular ekanlar mo'minlar. Hal zuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Hal mi qo'shimchasi savol ishlatiladi. Zuwiba savobini oldilarmi yoki o'sha jazosini oldilarmi? Al kuffaru kofirlar ma kanu yaf'alun fa'ala fe'lini olingan, ya'ni qilmoq fe'lini qilgan narsalaridan narsa, ya'ni qilib o'tgan kanu oldingi zamon fe'lini bildiryapti. Qilib o'tgan narsalaridan kofirlar savobini oldilarmi yoki so'raldilarmi, jazosini oldilarmi degan savol bo'lib kelyapti. Buni javobi hammaga ma'lum, albatta oladilar. Olganda ham to'laligicha Alloh taoloning huzurida har bir amaliga yarasha jazosini oxiratda oladilar. Allohu a'lam.